Endi oyatni tagida endi ovozini baland qilib gapiradiganlar bor, baland ohang. Innallazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Bu oyat Madinada sahobalarga, ammo hukmi om. Qiyomatgacha buni hukmi. Sizni oldingizda, atrofingizda nido qiladi. Nido ya'ni ovozini ko'tarib, baqirib, nido qilib gapiradiganlar deyapti, aqli yo'q deyapti, ahmoq deyapti Alloh. Aqlsiz. Aktharuhum la ya'qilun deyapti. Ularning ko'pini aqli yo'q deyapti. Mana din. Va qulu lin-nasi husnan deydi Alloh Qur'onda. Baqara surasida. Odamlarga shirin so'z, husn, chiroyli gapiring deyapti. Payg'ambar alayhissalom hadislarda musulmonlarni so'kishdan qaytarganlar Rasululloh. So'kinishdan qaytarganlar. Mo'min kishi ta'na qiluvchi bo'lmaydi deganlar. Ta'na qilamiz-ku? Mo'min kishi ta'na qiluvchi bo'lmaydi deganlar. Mo'min kishi la'natlovchi bo'lmaydi dedilar. La'natlash bor-ku, siz bilan hozir urfda bo'lib qoldi. Faqat so'kinish, ayollarda aksar la'natlanish, yer yutkur, u mo'min kishi buni bo'lmaydi deganlar. U odam mo'min emas dedilar. Mo'min kishi fahsh so'zlovchi bo'lmaydi dedilar. Og'zdan yomon so'z, yoshlarimiz o'rgandi yomon so'z. Qaytaraylik. To'xtataylik. To'xtatmasak iloji yo'q, mo'min bo'lmas ekanmiz-da. Rasululloh bu mo'min emas deyaptilar bu odam. Mo'min odam og'zidan fahsh so'z chiqmaydi va behayo bo'lmaydi dedilar. Bu behayolik. Behayolik bu. Behayo bo'lsa nima bo'ladi desa, shayton siz bilan bizni birinchi iymonimizga chang solmaydi. Hayoyimizni olar ekan. Shayton behayo qildim, bo'ldi ketar ekan. Bo'ldi, o'zi bu iymoni chiqadi buni endi. Bu odamning iymoni chiqib ketadi. Behayo odamni iymoni chiqib ketishi tez bo'lar ekan. Shuning uchun Rasululloh mo'min kishi behayo bo'lmaydi dedilar. Hayoli bo'ladi, uyaladi. Rasululloh o'ta uyalchan bo'lganlar. Va kana Rasululloh shadidal haya. Ortiqcha o'ta hayoli bo'lganlar Rasululloh. Nima uchun? Iymonlari mustahkam bo'lganda, kimki behayoligi kuchli, iymoni zaif uni. Iymoni zaif. Rasululloh behayo bo'lmaydi dedilar, mo'min. Shuning uchun haqiqiy mo'min bo'lishimiz kerak. Yana bir hadislarida musulmonni so'kish halokat jari yoqasiga kelganligini anglatadi. U odam jarga qulayapti u odam. Bir odam so'kib yuboramiz, o'zimizni ushlab turishimiz kerak ekanda. Eng zaif odam, iymoni zaif odam janjal qilganda yo qo'lini ishlatadi, yo tilini ishlatadi. Mana ayoli bilan urushib qolganda qo'lini ishlatadiganlar bor. Eng zaif odam bu. Bu odam laim odam deganlar Rasululloh. Eng pastkash odam bu odam. Eng ulug' odam men. Qanday yengadi? Chiroyli muomala bilan yengadi.